Assalomu alaykum o'rtoqlar, yaxshimisizlar? Demak, so'rovnoma natijalariga ko'ra ma'lum bo'ldiki, ko'pchilik, ya'ni ovoz berganlarning yarmidan ko'pi menga ergashib savdoga kirganlar, bitim ochganlar minusda yoki sotganlar zarariga sotishgan, pul yo'qotishgan yoki ba'zi coinlar delisting bo'lgan deylik. Xo'sh, demak, bunda men o'zimni aybdor his qilishim kerakmi, yo'qmi? Men odatda aybni boshqalarga yuklashni yomon ko'raman. Zaif odamlar aybni boshqalarga yuklaydi. Kuchli odamlar aybni bo'yniga oladi. Men qo'rqmasdan bo'ynimga olaman, ayb menda. Sababi men har bir bitim ochishimda yozishim kerak edi. Kriptovalyuta yuqori riskli aktiv ekanligini va bu riskka tayyor bo'lmasangiz savdoga kirmang deb aytishim kerak edi. To'g'ri, men misol uchun ayni shu kriptovalyutani hozir sotib oling, bu 100% narxi o'sadi deb hech qachon aytmayman. Hattoki ba'zida aytaman, Telegram kanallarimizda postlar qo'yganman. Kriptovalyuta yuqori riskli aktiv. Kriptovalyuta yig'loqi qizlar uchun emas. Menga ergashib savdoga kirsangiz, lekin minus bo'lsa, misol uchun men yana sotib olaman odatda, narx tushsa yana sotib olaman. Lekin siz hamma pulingizga olib qo'ysangiz, demak sizda qaytadan sotib olish uchun, dalivka qilish uchun boshqa resurs bo'lmasligi mumkin. Aynan mana shuni oldini olish uchun demak men odatda ogohlantiraman. Sababi misol uchun men shunchalik tajribam bor, tomdan sakrasam, siz ham meni orqamdan ergashib tomdan sakrasangiz, oyog'ingiz sinib ketishi mumkin. Lekin men o'rganganman, shu riskka tayyorman, risk qilaman. Shunday ekan, demak, buni yechimini nima qilamiz? Bo'lar ish bo'ldi. Ko'pchilik pul yo'qotdi, zarar qildi, minusda. Xo'sh, birinchi masala o'rtoqlar, shaxsan men o'zim ishonaman. Xudo xolasa kriptovalyuta albatta o'sadi, ko'tariladi. Sababi mana Bitcoinning o'zini gaplashaylik. Bitcoin, bilasizlar, hozir 80-90 ming dollar oralig'ida yuribdi va har bitta Bitcoinni hozir mining qilish o'rtacha 120 ming dollarga tushyapti. Va bundan tashqari, hozir birjalarda tarixda eng kam miqdorda Bitcoin saqlanib turadi. Ya'ni eng asosiy Bitcoin qismi birjadan tashqari hamyonlarda saqlanadi. Bu degani uzoq muddatda Bitcoin albatta o'sadi. Sababi Bitcoin taqchil, ya'ni Bitcoin kam bo'lgan aktiv birjalarda. Xo'sh, Bitcoin o'sgandan keyin o'z-o'zidan baribir ertami kechmi altcoinlarga navbat keladi. Bundan tashqari, misol uchun hozir Bitcoin ETFni aytaylik. Hozir salkam 2 yil bo'lyapti. Oltinni tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, oltin ETF savdolari ochilgandan so'ng, narx ko'tarilgandan keyin hech qachon tarixda u narxlarga qaytmagan. Xuddi shunday, to'g'ri, ba'zilar aytayapti Bitcoin 50 mingga tushishi mumkin, 30 mingga tushishi mumkin deyapti, lekin Bitcoin ETF savdolari ochilganda Bitcoin narxi taxminan 50 ming dollar edi. Va men katta ehtimol bilan aytamanki, Bitcoin hech qachon u narxlarga qaytib tushmasligi ehtimoli juda katta. Avvalo, hech kim oldindan bilmaydi, Alloh bilguvchi, vaqt ko'rsatadi. Lekin tahlillarga, analizlarga, mantiqqa suyanadigan bo'lsak, Bitcoin u narxga tushishi juda ehtimoli kam. Aksincha, Bitcoin katta ehtimol bilan yuqoriga ko'tarilishi mumkin va kriptovalyutalar ham o'sadi albatta. Lekin buning uchun albatta sabrli bo'ling. Men doim aytaman sizlarga, o'rtoqlar, hech qachon hamma pulingiz bilan bozorga kirmang. Hamma pul bilan bozorga kirish xuddi hamma futbolchilar bilan hujumga o'tib ketishga o'xshaydi. Narx tushsa, sizda zaxirada resurs bo'lsin, o'rtoqlar. Iltimos qilaman sizlardan. Ana shunaqa holatda arzon narxdan olishingiz mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, hech qachon pulingizni bitta, ikkita yoki sanoqli aktivlarga investitsiya qilmang. Sizni portfelingizda kamida 20-30 xil kriptovalyutalar bo'lsin. Sababi mana ko'ryapsizlar, manaman degan zo'r yaxshi proyektlar delisting bo'lib ketyapti. Men odatda biror bir proyektni tanlaganimda, investitsiya qilganimda, yirik fondlar tomonidan investitsiya qilingan proyektlarga sarmoya kiritaman. Bundan tashqari yirik kompaniyalar bilan hamkorlik bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Bundan tashqari on-chain analiz qilaman. Aytmoqchi bo'lganim shu kabi filtrlardan o'tgan kuchli proyektlar ham hattoki delisting bo'lib ketyapti. Sababi o'sha bozorda aytaylik, pul yetishmasa, o'z-o'zidan pul bu yoqilg'i. Pul bo'lmagandan keyin ko'plab proyektlar o'lyapti. Va o'shalarning orasida misol uchun manaman degan Binance Labs yoki Coinbase Venture yoki Hashkey Capital shu kabi yirik fondlar investitsiya qilgan aktivlar ham bor, o'rtoqlar. Men nima demoqchiman, o'rtoqlar? Bu hammamiz bitta kemadamiz. Bu ko'pga kelgan to'y. Hattoki o'sha milliard dollarlik kompaniyalar ham hozir aksariyati minusda o'tiribdi. Tushunyapsizmi? Ya'ni siz agar minus pul yo'qotgan bo'lsangiz, zararda o'tirgan bo'lsangiz, bu faqat men tufayli emas. Ya'ni bu umumiy bozorda holati shu hozir. Kriptovalyutaga kirgan, savdo qilayotgan, investitsiya qilgan любой odamdan so'rang, hozir 99% minusda o'tiribdi. Shunday ekan, bu odatiy holat. Kriptovalyuta, men doim aytaman, bu yosh soha, o'zini tez tiklaydigan soha. Xuddi yosh bolani suyagi sinsa, tez tiklanadi, to'g'rimi? Kriptovalyuta ham xuddi shunday. Hech qachon noumid bo'lmanglar, o'rtoqlar.
Xotirjam bo'linglar. Hech qachon kriptovalyuta asosiy daromad manbangiz bo'lib qolmasin. Risk yuqori, tebranuvchanlik yuqori. Bilasizlar, meni asosiy ishim kriptovalyuta emas. Men Dubayda ko'chmas mulk bilan shug'ullanaman. Shu sababli ham men bu riskni ko'tara olaman. Ya'ni kriptoda pul yo'qotadigan bo'lsa, menda yana boshqa resurs bor investitsiya qilishga. Xuddi shunday siz ham asosiy ishingizni chetga surib qo'yib, kriptoga asosiy daromad manbai sifatida qaramang. Bozor tebranishida hayotingiz barbod bo'lib ketishi mumkin. Shu uchun o'rtoqlar, demak uzoq muddatni ko'zlab kam-kamdan investitsiya qilinglar. Xo'sh, demak, endi eng muhim jihatiga keldik bugungi sizlarga murojaatimni. Demak, bugungi o'sha o'tkazgan so'rovnomamizga ko'ra, men tufayli menga ergashib pul yo'qotganlarni, demak, hozirgi holatiga ma'lum bir miqdorda men mas'uliyatni, aybni o'z bo'ynimga olgan holda, men sizlarga shunaqa yengillik bermoqchimanki, bilasizlar, Telegramda darsliklarimiz yuklangan, Start VIP hamda premium kanallarimiz bor, ya'ni yopiq pulli kanallarimiz bor. U kanallarda shaxsan meni o'zim, qolaversa boshqa ustozlarimiz o'tgan video darsliklar bor. Ya'ni o'sha aytaylik Toshkent offline yoki o'sha Dubai offline kurslarimizda o'tilgan, u yerda berilgan ma'lumotlarni demak video shaklida yozib olingan hamda onlayn kanallarimizga joylaganmiz. Endi men demak start tarifiga agar men sababli pul yo'qotganlar bo'lsa, aynan o'sha o'zingiz ochgan bitim haqida ma'lumotlarni jo'natasiz. Ya'ni o'sha depozitingizni o'sha PNL tashlaysiz. Ya'ni oxirgi 3 oylik PNLni skrinshotini hamda videosini zapis qilib jo'natasiz. Hamda aynan men tavsiya qilgan kriptovalyutalarni qachon, qaysi vaqtdan sotib olganingiz va ular minusdaligi haqida ma'lumotlarni tashlaysiz va biz albatta sizni start tarifimizga bepul qo'shamiz o'rtoqlar. Ya'ni bundan maqsad shuki, aynan o'sha men tufayli pul yo'qotganlar endi men tufayli demak o'sha zararlarni qoplashiga yordam beraman xudo xolasa. Va bu, yana aytaman, o'sha yetarlicha isbot dalillar bilan ma'lumot jo'natgan obunachilarimizga albatta start tarifimiz mutlaqo bepul bo'ladi. Ulardan hech qanaqa pul talab qilinmaydi va bu orqali siz, ya'ni o'sha yerdagi video darslar orqali bilimingizni oshirib va o'sha risk management orqali o'zingizni pulingizni to'g'ri boshqarib, xudo xolasa o'sha pullaringizni tiklash imkoniyati sizda bo'ladi o'rtoqlar. Link orqali adminlarimizga murojaat qilinglar. Xudo xolasa sizlarga albatta qo'ldan kelgancha yordam beramiz va albatta ushbu zararlarni qoplab, o'sha bizni pulli kurslarimizga qo'shilmagan boshqa obunachilarimizni ham demak foydaga chiqishlariga xudo xolasa kafolat beraman o'rtoqlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, hammaning ishini rivojini bersin.